Simplify the following expression. Quyidagi ifodani soddalashtiring. Bu masalani qovusda ochib, taqsimot xossasi va o'xshash xatlarini birlashtirib yechamiz. Minusni minusga ko'paytirsa, javobimiz har doim plus bo'ladi. Minusni plusga ko'paytirsa, javobimiz har doim minus bo'ladi. Bu misolni yechish uchun birinchi qovusda ochamiz. Ya'ni -6ni qovus ichidagi har bitta xatga ko'paytiramiz. Qovusdan oldin u bu son tursa, bu avtomatik ko'paytirish kerak degan ma'noni bildiradi. Biz -6ni 6 dan 1 x ga ko'paytiramiz. -6ni -3 dan 1 y ga, ya'ni ingliz tilida y ga ko'paytiramiz. Agar u bu son tursa, u tagida 1 bor degani, ya'ni -6ni tagida 1 bor. Shu -1 dan 6ni endi 6 dan 1 x ga ko'paytiramiz. Barobar -6ni 1 ga ko'paytirsa -6 bo'ladi. -1ni 6 ga ko'paytirsa -6 x barobar 6ni 6 ga bo'lsa bittadan, o'shaning uchun javobimiz -1 x. Endi -1 dan 6ni ko'paytiramiz -3 dan 1 y ga, ya'ni ingliz tilida y ga. -3 dan 1 y barobar. Agar -6ni -1 ga ko'paytirsa 6 bo'ladi. -1ni -3 ga ko'paytirsa 3 bo'ladi. Barobar 6ni ichida 3 talikdan 2 ta bor. 3 ichida 3 talikdan 1 bor. Javobimiz 1 dan 2 y. Agar 2ni 1 ga bo'lsa 2 tadan, o'shaning uchun 2 y. Keyingi qiladigan ishimiz ikkinchi qovusni ochish, ya'ni 15ni 5 dan 1 x ga ko'paytirish, 15ni -3 dan 2 y ga, ingliz tilida y ga ko'paytirishimiz kerak. Bu yerda ham 15 tagida 1 bor. Endi 1 dan 15ni ko'paytiramiz 5 dan 1 x ga barobar. 15ni 1 ga ko'paytirsa 15, 1ni 5 ga ko'paytirsa 5 bo'ladi. 15ni ichida 5 talikdan 3 ta bor. 5ni ichida 5 talikdan 1 bor. Javobimiz 3x. Endi 1 dan 15ni -3 dan 2 y ga ko'paytiramiz. 1 dan 15 ko'paytirilgan -3 dan 2 y barobar. 15ni -2 ga ko'paytirsak -30 bo'ladi. 1ni -3 ga ko'paytirsak -3 bo'ladi. 30ni ichida 3 talikdan 10 ta bor. 3ni ichida 3 talikdan 1 bor. Javobimiz -10 y. Endi hamma javoblarimizni yozib chiqamiz. O'xshash xatlarini birlashtiramiz. Qo'shish kerak bo'lsa qo'shamiz, ayirish kerak bo'lsa ayiramiz. Bizani birinchi javobimizda -1 x edi. Endi -xni birini tushirib qoldirsa bo'ladi, chunki -x bu 1x degani. -1 x ga qo'shamiz 2 y, qo'shamiz 3x, ayiramiz -10 y. Bizada ikkita ikki xil xat bor, bittasi x, bittasi y. Birinchi xni qo'shish kerak bo'lsa qo'shamiz, ayirish kerak bo'lsa ayiramiz. O'shaning uchun qovus ichida -x, 3 dan oldin plus bo'lgani uchun qo'shuv 3x, qovus yopilgan.
2dan oldin qo'shuv bo'lgani uchun qo'shuv, qovus ichida 2y, 10dan oldin minus bo'lgani uchun minus 10y qovus yopilgan barobar. Minus xga 3x qo'shsa 2x bo'ladi. 2y dan 10y ga ayirsa minus 8y bo'ladi va bizani javobimiz 2x minus 8y. Value qiymat. Find topping. Find the value of 12b plus 2 for the following values of b. B'ning qiymati uchun 12b plus 2 ifodaning qiymatini toping. B bizada 6dan 1ga teng. 12b qo'shuv 4. Bu degani b bu yerda variable, o'zgaruvchi. Buni o'rniga любой son qo'ysa bo'ladi. A bizada berilgan son уже 6dan 1. O'shaning uchun b ni o'rniga 6dan 1ni qo'yamiz-da, hisoblaymiz. Agar variabledan oldin bu son tursa, bu avtomatik ko'paytirish kerak deganini bildiradi. O'shaning uchun yozib olamiz. 12 qovus ichida b ni o'rniga 6dan 1 berilgan 6dan 1 yozib olamiz. 6dan 1 qovus yopilgan qo'shuv 4 barobar. Agar qovusdan oldin bu son tursa, bu avtomatik ko'paytirish kerak degani. Agar kasr oldida ko'paytiruv nomer bo'lsa, bu tagida 1 bor degani. Endi 1dan 12ni ko'paytiramiz 6dan 1ga. 12ni 1ga ko'paytirsa, bu 12 bo'ladi. 1ni 6ga ko'paytirsa 6 bo'ladi. Qo'shuv 4 barobar. 12ni ichida 6 talidan 2 ta bor. 6ni ichida 6 talidan 1 bor. Bu degani 1dan 2 qo'shuv 4 barobar. 1dan 2 degani 2ni 1ga bo'lamiz degani. Agar 2ni 1ga bo'lsa 2 tadan. O'shaning uchun javobimiz 2 qo'shuv 4 barobar. 2ni 4ga qo'shsa 6. Javobimiz 6. Given berilgan. For uchun. Given values berilgan qiymatlar. Given equation berilgan tenglama. Find the value of b exponent 2 minus 4 multiplied ac for the given values of a, b and c. Berilgan a, b va c qiymatlari uchun b ni ikkinchi darajasi minus 4 ko'paytirilgan a ko'paytirilgan c ifodaning qiymatini toping. A, B, C bu variable, ya'ni o'zgaruvchi. Bu degani A ni, B ni, C ni o'rniga любой nomer qo'ysa bo'ladi degani. A bizada u nomerlar уже berilgan. A ga 1 berilgan, B ga minus 4 berilgan va C ga minus 5 berilgan. Endi shu nomerlarni qo'yib, ifodani qaytadan yozib chiqamiz. B ga minus 4, o'shaning uchun minus 4 ikkinchi darajasi ayrilgan 4 ko'paytirilgan qovus ichida a 1ga teng 1 ko'paytirilgan c minus 5ga teng barobar. Minus 4 minus 4ga ko'paytirsa 16 bo'ladi. Minus 4 kara minus 4 16ga teng. Chunki minusni minusga ko'paytirsa har doim plus. Javobimiz 16 ayrilgan. Minus 4ni 1ga ko'paytirsa minus 4. Minus 4ni minus 5ga ko'paytirilsa plus 20. O'shaning uchun bizada 16 qo'shuv 20 barobar. Javobimiz 36. Equation tenglama. Variable o'zgaruvchi.
Solve, yeching. Solve the following equation for the given variable. Quyidagi tenglamani berilgan o'zgaruvchi uchun yeching. Tenglama bu ikki ifoda tengligini ko'rsatadigan matematik yozuv. Unda tenglik belgisi barobar bo'ladi. Ingliz tilida uni biz equal deymiz. Bizga bu yerda tenglama berilgan. Tenglama har doim chap tomon, o'ng tomon va tenglik belgisidan iborat. Ya'ni equal signdan. Ya'ni a-12 -2 ko'paytirilgan qovsi ichida 2a + 4 ga teng degani. Biza bu yerda a'ni topishimiz kerak. Tenglamani yechishdan oldin uni soddalashtiramiz va qovuslar bo'lsa qovusni ochamiz va o'xshash xatlarini birlashtiramiz. Bizda qovus bor, o'shaning uchun qovusni ochamiz. -2 ni qovus ichidagi har bitta xatga ko'paytiramiz. -2 ni 2a ga ko'paytirsa -4a bo'ladi. -2 ni +4 ga ko'paytirsa -8 bo'ladi. Shunda a -12 -4a -8 ga teng degani. Endi a xatlarini chap tarafga, doimiy sonni o'ng tarafga o'tkazib olishimiz kerak. Uni o'tkazish uchun -4a ni chap tarafga o'tkazish uchun oldin 0 ga aylantirib olishimiz kerak. 0 ga aylantirish uchun unga 4a qo'shamiz. -4a qo'shilgan 4a 0 bo'ladi. O'ng tarafda nima qilsak, chap tarafda ham xuddi shu narsani qaytaramiz. Shunda a plus 4a minus 12 barobar minus 8. Endi minus 12 ni o'ng tarafga o'tkazib olish uchun buni 0 ga aylantirishimiz kerak. 0 ga aylantirish uchun 12 qo'shishimiz kerak. Minus 12 ga 12 qo'shsa 0 bo'ladi. Chap tarafda nima qilsak, o'ng tarafda ham xuddi shu narsani qaytaramiz. Minus 8 ga qo'shamiz 12. Shunda a ga qo'shsa 4a 5a bo'ladi. Minus 8 ga 12 ni qo'shsa 4 bo'ladi. 5a barobar 4. Endi a ni o'zini qoldirish uchun 5 ni 5 ga bo'lamiz. Agar ko'paytiruv bo'lsa bo'linadi, bo'lib bo'lsa ko'paytiriladi. Bizda ko'paytiruv, ya'ni 5a degani 5 ni a ga ko'paytiramiz degani. O'shaning uchun a ni o'zini qoldirishi uchun endi 5 ni 5 ga bo'lishimiz kerak. 5 ni 5 ga bo'lsa bittadan 1a, birini tushirib qoldiramiz. Bu degani bitta dona a degani. O'shaning uchun birini yozish shart emas. a ni o'zini yozamiz. Chap tarafda nima qilsak, o'ng tarafda shu narsani qaytaramiz. 5 ni 5 ga bo'lganimiz uchun endi 4 ni 5 ga bo'lamiz. Shunda javobimiz a barobar 5 dan 4. A 5 dan 4 ga teng degan javobimiz to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirib ko'rishimiz mumkin. Uning uchun har bitta a ga 5 dan 4 qo'yib chiqishimiz kerak. Bizda a minus 12 bor. O'shaning uchun 5 dan 4 minus 12 barobar minus 2 qovsi ichida 2 ko'paytirilgan a ga 5 dan 4 yozib olamiz. Qo'sh yopilgan, qo'shuv 4, qovus yopilgan. Bu tenglama endi 5 dan 4 minus 12 minus 2 ko'paytirilgan 2 5 dan 4 qo'shuv 4 ga teng degani. Shu to'g'ri noto'g'riligini hozir hisoblaymiz. Uning uchun birinchi chap tarafini hisoblab olamiz. Bizda chap tarafda kasr bor. Minus 12 ni o'zi turgani bu tagida 1 bor degani. Kasrni qo'shish yoki ayirishdan oldin agar bizga ikkita ikki xil maxraj berilgan bo'lsa, umumiy maxrajini topib olishimiz kerak. Bizning umumiy maxrajimiz 5, chunki 5 5 ga 1 marta bo'linadi. 5 1 ga 5 marta bo'linadi. O'shaning uchun 1 ni 5 ga aylantirish uchun bu yerda biz 1 ni
5 ga ko'paytiramiz. И 12ni ham 5 ga ko'paytiramiz, chunki mahrajida nima qilsak, suratida ham xuddi shu narsani qaytarishimiz kerak. 1 ni 5 ga ko'paytirsa 5, bizani umumiy mahrajimiz 5. Shunda 4 dan ayiramiz. 12ni 5 ga ko'paytirsa 60 barobar 4 dan 60ni ayirsa -56 bo'ladi. Javobimiz 5 dan -56 barobar, qaytib mana buni o'ng tarafidigini yozib olamiz. -2 qovus ichida 2 ko'paytirilgan qovus ichida 5 dan 4 qo'shuv 4 qovus yopilgan. Endi birinchi hisoblaydiganimiz 2 ni 5 dan 4 ga ko'paytirish. 2 ni 5 dan 4 ga ko'paytirsa 5 dan 8 bo'ladi. Unga qo'shamiz 4. Keyingi qiladigan ishimiz 4 bo'lib qo'shish. 4 o'zi turgani bu tagida 1 bor degani. Kasr qo'shish yoki ayirishdan oldin agar ikkita ikki xil mahraj berilgan bo'lsa, umumiy mahrajini, eng kichik umumiy mahrajini topib olishimiz kerak. Bizda bu yerda 5. O'shaning uchun 1 ni 5 ga aylantirish uchun 1 ni 5 ga ko'paytiramiz. Mahrajida nima qilsak, suratida ham xuddi shu narsani qaytaramiz. 4 ni 5 ga ko'paytiramiz. Shunda javobimiz 1 kere 5 5, 8 qo'shuv 4 ni 5 ga ko'paytirsa 20 barobar 28 bo'lingan 5. Endi bu 28 bo'lingan 5 javobimiz oxirgi hisoblaydigan narsamiz -2 ni 28 bo'lingan 5 ga ko'paytiramiz. -5 dan 56 barobar -2 ni ko'paytiramiz. 5 dan 28 ga -2 ni 28 ga ko'paytirsa -56 bo'ladi. Buni tagida 1 bor. 1 ni 5 ga ko'paytirsa 5. Значит, javobimiz -56 bo'lingan 5. 5 dan -56. Tenglamamiz teng ekan. Bu degani A 5 dan 4 ga teng. Javobimiz to'g'ri degani. Solve the following equation. Quyidagi tenglamani yeching. 03A qo'shilgan 08 ko'paytirilgan qovus ichida 20 minus A qovus yopilgan barobar 13. Bu yerda biza A ni topishimiz kerak. Bu tenglamada birinchi qiladigan narsamiz qovusni ochib olish. Ya'ni 08 ni 20 ga ko'paytiramiz. 08 ni 20 ga ko'paytirsa 16 bo'ladi. Ayrilgan 08 ni A ga ko'paytirsa minus 08A barobar 13. 13A qo'shilgan. Endi tenglamamiz 03A qo'shilgan 16 minus 08A barobar 13. Endi bir xil xatlarni qo'shib ayirib olamiz. Bizda 03A minus 08A qovus ichida qo'shilgan 16 barobar 13. 03Adan 08A ni ayirsa minus 05A bo'ladi. Qo'shuv 16 barobar 13. Endi 16 ni o'ng tarafga o'tkazish uchun 16 ni 0 ga aylantirib olishimiz kerak. Uning uchun 16 ga minus 16 ni qo'shamiz. Plus 16 ga minus 16 ni qo'shsa 0 bo'ladi. Chap tarafda nima qilsak, o'ng tarafda ham xuddi shu narsani qaytaramiz.
Endi 13dan ayiramiz 16. Shunda minus 0,5a barobar 13dan 16ni ayirsa minus 3 bo'ladi. Endi ani ajratib olish uchun 0,5ni bo'lamiz minus 0,5ga. Minus 0,5ni 0,5ga bo'lsa plus 1 bo'ladi. Shunda 1a. 1ni tushirib qoldiramiz. Yozish shart emas. Shunda a. Endi chap tarafda nima qilsak, o'ng tarafda ham xuddi shu narsani qaytaramiz. 0,3 bo'lamiz minus 0,5ga. 0,3 0,5ga bo'lsa plus 6 bo'ladi. Javobimiz a barobar 6. Endi a barobar 6 to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirib ko'rishimiz mumkin. O'shaning uchun a ni o'rniga endi 6 ni qo'yib chiqamiz. 0,3 a ni o'rniga 6 qo'shuv 0,8 20 minus 6 barobar 13. 0,3 6ga ko'paytirsa 1,8 bo'ladi. Qo'shuv 0,8 ko'paytirsa 20ga 16 bo'ladi. Ayiramiz 0,8 ko'paytirsa 6ga 4,8 bo'ladi. Barobar 13. Endi hammasini qo'shib chiqamiz. 1,8ga 16ni qo'shsa 17,8 bo'ladi. 17,8dan 4,8ni ayirsa 13 bo'ladi. Значит, bizani javobimiz 13ga teng. A barobar 6 to'g'ri ekan.